Yüz Yilliq Marafon Aptori Michael Pillsbury Xitayning Amerikaning o'rniga dunyoviy hukmron bo'lishdagi maxfiy strategiyasi. 3-bob Pəqət Xitayla Nېksonنىڭ aldığı berishi mümkün. Sharqdagi u bilan ittifoqlashib, shimoldagi veyga qarshi turish. 3 podshohlik haqida qissadin. Mavzudun 1969-yili o'z aslimasida naql qilgan. Amerikaliklar yillardan beri yakunlagan eng muhim tarixiy saboqlardan biri Prezident Richard Nېksonنىڭ 1971-yili Xitoy bilan bo'lgan munosabatni boshlaganligi bo'lib, bu to'limi yorqin bir hodisadir. Yuksak strategik nazarga ega Nېkson va uning davlat xavfsizlik maslahatchisi Henry Kissinger bu xildagi ittifoqdoshlik Amerikaning manfaatiga qarshi texmi cho'ng tahdid hisoblanadigan davlat Sovet ittifoqiga qarshi Amerikaning maydonini kuchaytirganligiga ishonadi. Tarix Amerikaliklarga davlatlarni bir-biriga qarshi qilib o'yin talaydigan, o'yinda nurg'un qadamni oldin ko'ralaydigan usta shaxmatchi Nېksonның obrazini namoyon qilib berdi. Shunisi aniqki, Amerikaning Xitoyga qo'ynini ichishining bir shonliq tarafi bo'lgan. Soğuq münasibətlər urushi avjiga chiqqan chaqda Amerika bilan Xitoy orasidagi bu xil ittifoqdoshlikning o'ttirg'i chiqishida uyg'un sabablar mavjud edi. Biroq nurg'un kishilar Amerikaning Xitoyga qo'yin ichishining aslida Nېkson bilan Kissinger tarafidan o'ttirg'i chiqarilmaganligini, bundaq bo'lmaganligini bilgan taqdirdami unutib ketgan. Ular vazifaga o'ltirib, dastlabki bir necha oy ichida Sovet ittifoqi bilan munosabatni yaxshilashga kuchigan. Ular Xitoy bilan haplashish sababli Sovet ittifoqining ochchig'ini keltirib qo'yishni xohlamagan. Haqiqatda har xil nuqtadan qaraganda Xitoyga borg'ini Nېkson bo'lmasdan, Nېksonның oldiga borg'ini Xitoy edi. Har bir Amerika prezidentining ahvoliga asosan Xitoyning strategiyasi to'xtovsiz taktika o'zgarishlar bilan Washingtondagi talash-tortishlarda asosliq rol o'ynag'uchilarning orasidagi ichki farqlarni inchga baholashga birlashtirilgan holda maydonga chiqqan mukammal mahsulotdek qiladi. Ularning Amerika bilan yuzma-yuz turg'andagi vaziyatni mo'ljarlashida Xitoy rahbarlari urushqoq bagliklar davrida favqulodda muhim deb qaralgan bir narsadan, ya'ni dushman sepiga yaxshi o'rinlashtirilgan josusdan foydalangan. 1985-yili Amerika Markaziy axborot idorasi CIA'ning 40 yillik xizmatchisi Larry Wutyanchin necha 10 yillab Xitoy uchun josuslik bilan shug'ullangan deb ayblangan. Chin Amerikaning Xitoyga munosabatlik sonsizlagan maxfiy hujjatlarni Xitoy hukumatiga yetkazib bergan deb ayblangan bo'lib, bu sababli 1986-yili Chinga jinoyat bekitildi. Chin sotchiga qilgan iqrorida Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi yarashishni ilgari surish uchun shundoq qilganligini bayon qilgan. Buningdan uzun o'tmay Chinning o'zi yetayotgan turma kamerda tunjiqib o'lganligi bayqalgan. Chin sotchiga bergan iqrorida o'zining bizning planlarimizni va ojizliklarimizni Xitoy hukumatiga yetkazib berganligini,
Şunlaşqı Xitayning Amerika bilan bo'lgan munosabatda o'zi arzu qilganga to'limi o'ngishli holda erishib kelganligini e'tirof qilgandek qiladi. Amerika bo'lsa Xitayning aksicha Xitayning strategiyalik g'arazlaridan cho'nqur xabar tepib turish uchun Xitoy tarmoqlariga ko'z quloq o'rinlashtirmagan edi. Bizda Xitoyning ichki siyosatiga oid hujjatlar bilan uchrashish kamchil bo'lganligi uchun bu bobda Xitoyni harakatga keltirgan Amerika arxivlarini, shundaqla shuningdan keyin o'ttirg'i chiqqan oshkora uchurlarni tadqiq qilish orqali Xitoy rahbarlarining Amerika bilan Reagan hukumatining oxirgi mezgillarda yangidan munosabat qurgan davrdagi maqsadini ichib berishga tirishimiz. Amerikaning hukumatga oid hujjat materiallarni oshkorlashining aksicha, Xitoy hukumati hech bir zaman Xitoy rahbarlarining toki Nixon davridan tortib Obamagacha Amerikadan iqtisodiy, harbiy, diplomatik va siyosiy yordamlarni ko'plab qabul qilganligi to'g'risidagi hukumat tarafining ichki materiallarini oshkorlagan emas. Shundaqla ular buni mangu oshkorlamasligi mumkin. Halbuki Beijingning izchil agishib kelgan strategiyalik yo'li borligi Xitoy olimlarining ko'rishmalarida va maqolalarda e'tirof qilgan umumiy bayonlardan oshkora bo'ldi. Ikkinchi bobda bayon qilingan Xitoy strategiyasidagi 9 omil Xitoyning o'tmishda qilgan va kelgusida qilmoqchi bo'lgan qilmishlarini tushunishimizga yordam berdi. Aldash hunarini ishga selish, o'ziga foydali vaziyat yaratish, tishini tishlab sabrchan bo'lish va Sovet ittifoqining qo'rshovida qilishdan saqlanish qatorliqlar amaliyotda oshkor ishlar edi. Bo'libmi Xitoy strategiyasidagi 9 asosiy element Xitoyning necha 10 yillab Amerikaning yordamiga erishishida o'z kuchini ko'rsatdi. Hamma shuni e'tirof qiladiki, 60-yillarning oxirlarida Xitoyning kommunizm lagerida Sovet ittifoqining o'rnini elishdak razil qarniyati Sovetga oshkorlanib qolgan. Xitoy Sovet bilan harbiy to'qinish girvaklariga yaqinlashib qolgan edi. Dal mush chaqda Xitoy yangi xayri saxovatchidan birini tepib oldi. Amerika bilan qandaq do'stlashish, texama konkret qilib aytganda, Amerika bilan qandaq qilib vaqtliq ittifoqdosh bo'lish o'yidagi mavzudan buni ro'yobga chiqarish uchun diplomatlarni ishga selishdan bakrak harbiy amaldorlarga murojaat qildi. Ko'p qism amerikaliklar Xitoy qattiq qo'llarining ta'sirini bo'sh chaqlaganlikdan, Xitoyning Amerikaning qo'yniga o'zini etishini planlag'uvchilarning Xitoy qattiq qo'llari ekanligini bilganida hayrona has qilishdi. 1969 yil bahorda mavzudan Sovet ittifoqining necha 10 yillik tahdidlarga beshini ichiga tiqib turib olish yuzlanishiga xotima berib, Sovetga ko'z alaytalaydigan bo'lishni arzu qiladigan qattiq qo'l marshallardan Chunyi, Nirongjin, Shushangchen va Yejayin qatorliq 4 Xitoyni oldiga chaqirdi. Bu to'ti Amerikaning Sovet bilan Xitoyga tutgan strategiyasini ajdodlardan qolgan tog' cho'qsida o'ltirib, ikki yo'lbosning elishishini tomosha qilish degan so'zga yig'inchoqladi. Mundaqcha aytganda, ular Amerikani Sovet ittifoqi bilan Xitoydan iborat ikki kommunist davlatdan birining yana birini halok qilishini kutyotidi deb qaraydi. Ular urushqoq bagliklar davrdan qolgan tajriba saboqlarga asosan fikr qiladi.
1969 yılı may ayida Mavzudun bu tötüdün texmi köpləgən təvsiyələrini tələb qıldı. Kissingerning bayoniga asosan 4 marshalning xususiy katibi ularning strategiyalik nuqtadan chiqish qilganda agar Sovet Xitoyga cho'ng ko'lamlik hujum qilsa, Xitoy Amerika kartasini o'ynash kerakmi yo'q degan masala to'g'risida muzokara qilgan ekan. Suhbatda Marshal Chinyi Stalinning 1939 yılı Hitler bilan o'zaro hujum qilishmaslik kelishim imzolaganligini tadqiq qilishni tavsiya qilgan. Yejaying bo'lsa, Cao-Cao'ni aql bilan yengan Zhuge-Liang o'ttirg'i qo'ygan Qizil qiya urushi strategiyasini ship keltirib shundoq degan. Biz Zhuge-Liangning o'zaro dushmanlashgan Wei, Shu va Wudan iborat 3 podshohlik uchun qo'llangan shimoldagi Weiga qarshi turish uchun sharqdagi Wu bilan ittifoqlashish strategiyasidan foydalana olamiz. Marshalning nazarida Amerika Sovetning Xitoyni mag'lub qilishidan qo'rqadi. Xitoy marshallari mundaq qaragan. Amerika imperializmi Sovet Xitoy urushida Sovetning g'alaba qilganligini ko'rishni xohlamaydi. Chunki bu Sovetning odam kuchi boyligi va tabiiy boyliqlar jihatda Amerika imperiyasidan kuchli imperiya bo'lib chiqishiga yo'l ochadi. Chinyi yangi prezident Richard Nixonning Xitoyni indakka keltirishga xushtarda ko'rinayotganligini ko'rsatgan. U Amerika Xitoy ministr darajaliklari dialogini, hatto texmi yuqori darajalik rahbarlar dialogini yuqori ko'tarish uchun o'zi asabiy ideya deb ot qo'ygan tashabbusni o'ttirib qo'ygan. Kissingerga nisbatan Chinyining tashabbusi hammadan bak davr bo'lgich ahamiyatga ega bo'lib, bu tashabbus Xitoy Xalq Jumhuriyatining Tayvanni vatan qo'yniga qaytarib kelishdan iborat eng ahamiyat beradigan oldingi shartidan voz kechishi edi. Chinyi mundaq degan. Birinchidan, Varshavdagi bosh elchilar suhbati uchrashishi asliga kelgandan keyin Xitoy Amerika o'rtasidagi tubki va munosabatlik masalalarning hal bo'lishi uchun biz tashabbuskor holda Xitoy Amerika o'rtasida ministr darajalik, hatto uningdan yuqori darajalik suhbat o'tkazilishini o'tirg'i qo'ysak bo'ladi. Ikkinchidan, Xitoy Amerika yuqori darajalik rahbarlar uchrashishining strategik ahamiyati intayin yuqori. Biz suhbatda hech bir oldingi shartni o'tirg'i qo'ymasligimiz kerak. Tayvan masalasi bara-bara suhbat va texmi yuqori bo'lgan vositalar orqali hal bo'ladi. Buningdan sirt biz Amerikaliklar bilan strategik ahamiyatga ega boshqa masalalar to'g'risida suhbatlashsak bo'ladi. Xitoy Amerikani yanala dushman deb atab, Nixonning ehtimolan ziyoratini Xitoy uchun ziddiyatlardan foydalanib, dushmanlarni parchalab, o'zimizni kuchaytiradigan bir sabab deb ta'riflagan. Mundaqcha aytganda, Amerika Xitoy uchun faqatla bir foydalanish quroli. Hargizmi uzun mazgillik ittifoqdosh emas. Bu prinsipga binoan Beijing Nixon bilan Kissingerga maxfiy telegramma yo'llab, Prezident Nixonning allaqachon kommunist davlatlarning poytaxtlari bo'lgan Belgrad va Buxarestni ziyorat qilganligini, ish mundaq bo'lgan ekan, Beijingni ziyorat qilishimi qarshi elindiganligini bildirdi. Bu telegrammadan ishonch bog'lashdan yoki kelgusi hamkorlikdan asarmi yo'q edi.
Xitoy o'zining Amerikaga qo'lini sunish sababini isbotlash uchun ichki hujjatlarni oshkorlab baqqan emas. Biroq Xitoy generallaridan bir nechasining menga aytishicha, Mavzudongning Nexson hukumatiga planliq holda yiqilishishi, foydali vaziyatni tunish va uningdan foydalanishning ko'rinarli ifodalaridan biri ekan. Yana bir aylanning menga deb berishicha 1969-yili 28 avgustda Xitoyning g'arbiy shimoliga to'g'ri keladigan Sharq Turkiston chegarasida yuz bergan cho'ng ko'lamlik urush Mauning to'satilla Amerika bilan yiqilishga, hassalab kuchishiga turtki bo'lgan ekan. Bu chaqda Xitoy chegara rayonlaridagi harbiy qismlarni safarbarlikka keltirgan ekan. Kissingerning xulosasicha, shuningdan keyin Amerika bilan qaytadan munosabat o'rnatish Xitoy uchun strategik zaruriyat bo'lgan. Nyu-Yorkdagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan Xitoy hukumatining sovetcha nusxasini angladim va tezdan Peter bilan maxfiy xodim Simsqa bu ahvolni Amerika bexatarlik komitetiga xabar qilib, Xitoyga yordam qo'lini sunishning xatarlari haqida muhokamaga qo'yish uchun yetkazdim. 1969-yili Mao G'arbdan yangi ittifoqdosh izlash uchun Xitoyni Sovet orbitasidan elib chiqib ketishdak to'g'ri mo'lchar bo'yicha ish ko'rishga qodir bo'la oladi. Mao bu xil o'zgarishni tezlatish uchun ikki xil harakat qo'llandi. Uning birinchisi Nexonni Beyjingga taklif qilish bo'ldi. Ikkinchisi bo'lsa, buningdan bir necha kun o'tmayla Sovet ittifoqiga hech qanday ogohlantirish bermasdan Sovet ittifoqining chegarasiga yaqin joyda ikki cho'ng gidrot bombasini sinab qilish bo'ldi. Bu ish bir jihatdan o'z kuchini ko'rsatish bo'lsa, yana bir jihatdan Xitoyning Sovet ittifoqi orbitasidan chiqib ketish yo'li izlayotganligi haqida Amerikaga bergan signal edi. Amerikaning bu signalni asla anqirolmaganligini tonib yetgan Mao 1970-yili 1-oktyabr kuni bir-biriga sodiq, ammo G'arbga qarshi kommunist davlatlarga to'limi yo'chun bo'lgan bir ishni qildi. U amerikalik mashhur jurnalist va yozuvchi Edgar Snowni davlat bayrami marosimini tabriklash uchun Tiananmen ravaqida o'zi bilan birga turishga taklif qildi. Shundaqla butkul Xitoy xalqining ko'rish uchun uning bilan xotir rasmga tushdi. Mao bu orqali mehmini Edgar Snowga Prezident Nexonning Xitoyni ziyorat qilishi qarshi ელинди degan shapini bergan bo'ldi. Bu Xitoy hukumatining har xil maqomda kuylash orqali Amerika tarafini taklif qilishining eng yangi va hayron qolarligi edi. Kissinger Amerikaning texicha Xitoyning shapillarini tushunmaganligi, eng bo'lmagandimi Xitoyning bundaq samimiyatlardan minnatdor bo'lishi kerakligi fikrida edi. Amerika hukumati o'z manfaatini ko'zlashda va Xitoyga ko'ngil bo'lish strategiyasida bakli cho'nqurlab ketgan edi. Shundoq qilib, Amerika-Xitoy munosabatining normallashishi tarixiy afsonaviy holda boshlandi. Nexson Xitoyga avval qo'l tanglamasdan, aksicha Xitoy Mao orqali Nexonga avval qo'l tangladi. Halbuki Amerikaliklarning texicha bu nuqtani tushunib yetgani yo'q. Shundaqla Washington hukumati Xitoyning o'zlarini dushman deb ataydiganligidan va Hitlerga o'xshatadiganligidan xabardor emas.
Nixon bilan Kissinger Xitoy strategiyasida nihoyatda ko'p o'ylanish bilan ilgirlaganligi uchun bu dramada men yo'q deyarlik rol o'ynadim desam bo'ladi. 1969 yılı kuzda dövlətimizning axborot tarmog'idagi mening suhbatdishim Peter va Simis Məndən Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatında axborot xodimi bo'lib ishlagan chog'larimda to'plagan uchurlarimdan Kissingerning xodimlari to'g'risida qisqacha uchur berishimni talab qildi. Mən Kissingerning yuqori darajalik maslahatchilari bilan uchrashgan chig'imda ularning orasida Xitoy strategiyasi to'g'risida ig'ir ixtilof borligini his qilgan edim. Davlatlik bexatarlik komitetining xodimlaridan John Holdridge bilan Helmut Sonnenfeld ikkisi yozgan aslimasida ularning Xitoyning Amerikaning qo'yniga o'zini etish loyihasiga mayli bordek. Sovetning qattiq inkosidan hargiz qo'rqib qolmaydiganligidek qurlar aks etgan edi. Biroq Roger Morris bilan Bill Hayland ularning aksichi edi. Bu ikkaylan Amerika-Xitoy ittifoqdoshligining zaruriyatsiz holda Moskvaning o'g'zini qaynatishidan Nixon hukumatining Sovet ittifoqi bilan munosabatni yaxshilash siyosatini ig'ir darajada buzg'unchilikqa uchirtishidan ansiraydi. Amerikaning 4 yuqori darajalik bosh elchisi Nixon bilan ayrim holda ko'rishib, Amerikaning Xitoyga qo'yin etishi sababli Sovet ittifoqining Amerika bilan munosabatni yaxshilash va qurol-yaroq kontrol qilish qatorliqlarga buzg'unchilik harakatlari bilan javob berishidan Nixonni ogohlantirgan edi. Nixon hukumati orasidagi bundaq ziddiyatlik xotirlar bizga Nixon bilan Kissingerning Xitoyga qo'yin etishini nima uchun 2 yil kechiktirganligini tushuntirib beralaydi. Ular Xitoy tarafidan kuch kiritilishi kerak edi. Mening Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatında ishlayotgan vaqtimda Sovet tarafdan olgan ma'lumotimga asoslanganda Moskva Amerika bilan bo'lgan yirikchiligiga nisbatan yumshash yo'lini yo'qqa chiqarmoqchi emas edi. Shundaqla Moskva Amerikaning Xitoy o'tirg'i qo'ygan ittifoq tuzish jihatdagi aldamchi takliflarini qabul qilishni rostilla umid qiladi. Shevchenko va Kotovoy manga dal mushundaq degan edi. Mening dalil paketlarim bu qatmal vaziyatni o'ngshashda amaliy rol o'ynagandek turdi. O'z vaqtida men o'zim erishgan uchurlarni davlatga Xitoy Sovet dushmanligining rost ekanligini, Sovet bizning Xitoy bilan munosabat qurishimizni kutadiganligini doklad qildim. Men dokladimda Arkadiy Shevchenkoga o'xshash yuqori darajalik diplomatlarning Nixon Xitoy bilan ma'lum darajada munosabat o'rnatdi deb qaraydiganligini bayon qilgan edim. Bularni boshqalarmo tasdiqlagan edi. Sovet tarafning ansiraydigini Nixonning Xitoy bilan bo'lgan munosabatda bakli cho'nqirlab ketib, ustal ustidagi yaqinlikdanmo eshib Xitoy bilan harbiy birlik o'rnatishi edi. Men Xitoy Amerika ittifoqdoshligining kuchlik tashabbuschisi edim. Bu ittifoqdoshlikning o'rnatilishida ularni qoyil qila olishimni orzu qilgan edim. Keyin hatto Kissinger menga rahmat xati avatgan edi.
Biroq Kissingerni qayil qilib, oxirida prezident Nexonning Beyjingga qarab uchishiga turtki bo'lgan boshqa qo'shimcha omillarmi bor edi. Kissinger texicha Xitoyning niyatini bilish uchun tirishchanlik ko'rsatayotganda, senator Ted Kennedy Xitoyni ziyorat qilishni ko'zlayotgan edi. 1971 iyulda Kissinger Beyjingga maxfiy safar qilganda, Xitoy taraf hatto mushu xil mumkinchilikni tilga olgan edi. Bu hal urushqoq bagliklar davridagi raqibning qo'l ostidagi qattiq qo'llar bilan mo'tadillarni changilg'i elib olish uqumi bilan birdak edi. Nixon hatto shu darajaga yetgan ediki, Xitoyning Nixondan burun hech bir amerikalik siyosatchini Xitoyga taklif qilmasligini Xitoydan talab qilish to'g'risida Kissingerga yo'l yo'riq bergan edi. Nixon Kennedy'ning o'z hayvasini o'g'irlab, Beyjingga safar qilgan tunji siyosiyon bo'lishini ko'zlayotganligiga yetarlik sabablar asosida ishongan edi. Ommaviy nutqlarda kommunist Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarni yangilash haqidagi mumkinchiliklarni ko'tarib chiqqan Kennedy 1972 yildagi prezident saylamida o'ttirg'i qo'yilg'isi tashqi siyosat qurilmasining qandaq bo'lganligini o'ttirg'i qo'ygan edi. Yana bir omil bo'lsa, Xitoyning Vyetnam urushiga qatnashish edi. Xitoy 1950-yillarda Shimoliy Vyetnamni qurol-yarog', turmush buyumlari va harbiy aslahalar bilan ta'minlayotdi. Sovetdan yuz o'rib, Amerikaning peshiga eslashga harakat qilayotgan chog'larda bo'lsa, Shimoliy Vyetnamga harbiy yordamni kemaydi. Hatto Sovetning Xitoydan o'tadigan transport liniyasini uzil-kesil taqdi. Bu Nixon hukumatini Xitoy tarafdorlari lageri tarafda turishga texmi qoyil qilgan omil bo'lib qoldi. Nixon Xitoyni ziyorat qilganda, Mao Nixonga Xitoydan Amerikaga keladigan har qanday tahdidni yo'q qilishga xushtor bo'lib turayotganligini aytgan muno so'zi orqali ziyoratga borgan amerikaliklar Xitoy lageridan xotirjam bo'lgan edi. Navbatda Xitoyning Amerikaning hujumiga uchrashi yoki Amerikaning Xitoyning hujumiga uchrashi to'liq tövan mümkinçilikdeki məsələ. Yəni, şundaq deyişki buludu ki, bu asasi məsələ emas. Çünki ikki dövlət arasında urush halati mavjud emas. Siz bir qism armiyalarınızı öz tuprağınızga elib ketsiniz. Biz askar tartib chet ellarga berib yurmaymiz. Kissinger bu cümlənin Xitoy armiyasining chet el ziminiga oyoq basmaydiganligini bildirdiganligini, Amerikaning Xitoyning Vyetnamga qo'l tiqishga bo'lgan andisini pasaytadiganligini bildirdiganligini ilgari surdi. Xitoy 1950-yili Shimoliy Koreya masalasida shundoq qilgan edi. Mao bu xil andishining Amerika tarafining fikr yo'nalishiga cho'nqur ta'sir ko'rsatadiganligini, Amerikaning ko'rangligini oshirishga ehtiyoji borligini to'g'ri shaklda tunib yetgan edi. 1971 iyulda Kissingerning tarixiy Xitoy ziyorati ro'yobga chiqdi. Bu mavzudingning uzun yillik planlarining tunji qatimliq konkret natijasi bo'lib hisoblanadi. Xitoylar Amerikaliklarga qo'l tanglashga sabab bo'lgan Sovet tahdidini Amerikaliklardan maxfiy tutgan edi. Tashqi ishlar ministri Jo Illay Sovetni
Amerikalıqlarning oldida shimoldagi qo'shnimiz, ya'ni bir mislsiz kuch deb atashqa moyillik ko'rsatdi. Xitoy taraf Sovet tahdidini cho'nqurlab muhokamaga qo'ymadi. Xitoylar o'zlariga biror hujumning bo'lib kelishidan shuncha qo'rqqan bo'lg'aymidi. Kissingerning shu yili oktyabr oyida Xitoyga qilgan ikkinchi qatimliq safarda Jo'illay Sovet ittifoqini 6 ochqushliq masalaning biri sifatida kun tartibga tizgan bo'lib, albatta Sovet ittifoqini eng oxirgi radga tizgan edi. Xitoylar o'zlarining Amerika-Sovet munosabatiga qarshi emasligini jakarlagandan keyin Kissinger buni Xitoyning qog'oz yo'lboshlik qilib, Sovet qo'rqinchisini bu orqali yapmoqchi bo'lishi deb xulosaladi. Kissinger Jo'illayni Moskvaning o'zini Yevropada erkin qilish orzusining borligi, bu sababdan boshqa rayonlarga ko'z tikalaydiganligi to'g'risida ogohlantirdi. Boshqa rayonlar degani Xitoy Xalq Jumhuriyati edi. Biroq Xitoylarda Amerikani ittifoqdosh deb emas, putlakashang deb biladiganlar bor edi. Jo'illay Amerikadan iborat kelgusidagi bu yangi do'sti to'g'risida Xitoylarning qandaq hissiyatda ekanligi to'g'riliq oz to'la to'xtaldi. Jo'illay Tashqi ishlar ministrligidagi Kissingerga tarjimon bo'lgan Ji Chao-Chouga Amerika zo'ravon kuchdir dedi. Bu Mao-Zedong va uning varisi Deng Xiaoping doim takrorlaydigan atalg'u edi. Amerika hukumatidagi Xitoychini biladigan amaldorlar bular oz sonliq, ammo soni eshivatgan to'p hisoblanadi. Nurg'unlagan Xitoycha va ĩnglizcha atalg'ularni o'zaro udulma-udul tarjim qilg'il bo'lmaydiganligini yaxshi biladi. Ikki til o'rtasidagi atalg'ularga mos holdagi ma'noni tanlash ko'pincha holda tarjimonning tanlashiga bog'liq ishdir. Kissingerning tarjimoni Jo'illayning so'zini Amerika liderdir deb tarjim qildi. Bu qaramoqqa bir ijobiy so'zdak. Bo'libmi so'g'uq munosabatlar urushi asnosida deyilganda bir maqtash so'zida ko'rinadi. Biroq tarjimada ba degan so'zning ma'nosini ifodalab berolmaydi. Eng kimida bu tarjima Jo'illay aytgan gapning aynan tarjimasi emas. Ba degan so'z urushqoq bagliklar davridan boshlabla muayyan tarixiy ma'nini o'ziga yuklab kelgan. O chaqda ba atalgan taraf jahonning harbiy tartibini qo'lida tutadi. Shundaqla toki o'zi harbiy kuch orqali yer tishlamagicha raqiblarni harbiy kuch vositasi orqali ko'zdan yo'qotadi. Ba'ning ĩnglizchidagi eng to'g'ri ma'nosi zo'ravon hukmdordir. Urushqoq bagliklar davrida ayrim holda oz deganda 5 zo'ravon hukmdor mavjud bo'lgan. Ular bir-birining o'rniga chiqib, yuksilib, o'z o'rnidan tushib, g'ulab turadi. Yangi raqibining aslidagi zo'ravon hukmdor kuchini quvliq, shumliq musobaqasida yengib chiqishi uchun necha 10, hatto necha 100 yillar ketadi. Ayni chog'da Kissingerga Amerikaning liderligi emas, muttaham va zo'ravon kuch ekanligi bildirilgan bo'lsa, Amerikaning Xitoy siyosatida qanday o'zgarish bo'lar bo'lg'iydi deb o'ylab qoladi kishi. Bugungi kelgucha biz yanala
Aşu xata tərcümə səbəblik kelib çıxan aqibətlərini ılğaş bilən yaşımısaq bolmaydı. Bir neçə yıldan keyin baş elçi Ji Chauju bilan söhbətləşiş fürsətiga erişdim. O özünün bir rəsmi tilida yazgan mavzudunun o'ng tarafidagi odam degan əslimsida bani Kissingerga qandaq tərcüm qilib berganligi to'g'risida hech nima demagan edi. Bu əsərdə Xitayning Tashqi ishlar ministerligining Amerikaga quchoq echishga qandaq nazarda qaraganligi to'g'riliq az uchraydigan ma'lumotlar bor. Mən onundan o ىنگىلىزچىدا işlətgən lider kəliməsinin Xitayçadakı bağa udul keladigan kelmaydiganligini sordum. Kissingerga bağның nemini ko'rsatadiganligini aytdingizmi? Yo'q. Nemishqa? Unda qilsam, uni beyaram qilib etgan bo'latdim. Agar Kissinger ژورنىلىنىڭ ba degan so'zining ma'nosini to'nib yetaligan, Xitoyning Amerikaga qandaq nazarda qaraydiganligini haqiqiy to'nib yetaligan bo'lsa, Nixon hukumati Xitoyga unchavala mardlik qilmagan bo'ladi. Shu ko'rishishdan keyin Nixon hukumati Xitoyga ko'p sonda askariy yordam bilan yordam qildi. Bularning hammasiga o'ziga foydali vaziyat yaratish ehtiyoji bo'yicha Xitoy bilan bir necha yilliklar hamkorlashishning o'rniga Xitoy bilan mangulik hamkorlik munosabati qurish haqidagi reallikqa zid farazlar asos bo'lgan edi. Agar amerikalik analizchilar Xitoyning Amerikaga qarshi qattiq qo'l kuchlarining ko'z qarashlarini bilaligan bo'lsa, Xitoyning Amerikani zo'ravon hokim mutlaq deb qarshi balkim Washingtonni cho'chitayotgan bo'lar edi. Rand shirkatining 1997 yildagi tadqiqotida 1968 yillargacha bo'lgan dalil faktlar orqali Xitoy rahbarlari orasida Amerikaga tish tirnoqi bilan qarshi bir guruh bo'lganligi, ularning Amerikani qassoblik pichqini tashlab royibga aylanolmaslik tamsili bilan sifatlaydiganligi o'ttirg'i chiqdi. ژورنىلىنىڭ Kissinger bilan o'tkazgan suhbatidan 2 oy keyin Nixonning Xitoy ziyarati yaqinlab kelganda, Kissinger Xitoylarga sungan nurg'un maxfiy yordam takliflarining tunjisini o'ttirg'i chiqardi. Kissinger bularni kishilardan yoshirin holda qildi. Chunki Amerika xalqi Amerikaning Xitoy ozodlik armiyasiga yordam berganini, kuch kiritganini ko'rsa, hayroni has qolgan bo'ladi. Kissinger Hindiston armiyasining Pokistonga qarshi harakatlari to'g'risida Xitoyga inchik ma'lumotlarni berdi. Shundaqla Amerika diqqatni buraydigan harbiy harakatlarni o'z ichiga olgan holda Xitoyning Pokistonni qo'llashini tasdiqladi. Kissinger buning badaliga Hindistonning Sharq Pokistonga tajovuz qilib kirib, bu rayonni bo'lib olish tirishchanligidan diqqatini burash uchun Xitoylardan Hindiston chegarasiga askar yo'tkashni talab qildi. Xitoy taraf askarlarni yo'tkamadi. Biroq bu Amerikaning orzusini suvga chilashtirmadi. 1972 yil yanvarda Nixon Kissingerning vakili Alexander Haigni Xitoyga yana bir qatim maxfiy yordam taklifi berishga tayinladi. Haig Nixonning tarixiy ziyoratidan bir oy avval bir hay'atni boshlab Xitoyga yurib ketdi.
Hey, Xitayga Sovet ittifoqiga qarshi amaliy hamkorlik hosil qilishni va'da qildi. Hindiston bilan Pokiston o'rtasidagi ziddiyat davomida Amerikaning Xitoy chegaralaridagi Sovet tahdidini yo'q chiqarishga tirishadiganligini va Xitoyga qarshi tahdidlarni yo'q qiladiganligini Jo'illarga bildirdi. Bu maxfiy kelishimlarga kelsak, Kissinger va Haig o'ttirg'a qo'ygan yuqorqi ikki taklif taktikalik xususiyatga ega edi. Biroq bular Amerikaning Xitoyga saq 20 yil embargo yurgizishidan keyinki uzil-kesil o'zgarish yasashiga vakillik qildi. Shundaqla bu kelishimlar texmo buyuk foydali kelishimlarning o'ttirg'a chiqadiganligining ro'shan ifodasi edi. Birinchi qism tugadi. Davomi bor.